Islom Karimov bu hokimiyatga kelmadi. Uni o'zi yaratdi. Boy oiladan chiqmadi, tayyor yo'l qidirmadi. O'z yo'lini o'zi ochdi. Yoshlik oddiy, orzular katta. Orzulari esa millatning orzulariga aylandi. Imperiya qulardi, tizim parchalanardi. U esa millatni ko'tardi. Mustaqillik bu uning uchun shior emas edi. Bu zarurat edi. U hokim emas, muhandis edi. Davlatni xaritada emas, ongda chizdi. Poydevorni beton bilan emas, iroda bilan quydi. U so'z bilan emas, qaror bilan gapirdi. Qo'rquv ustidan kuch qurdi, vaqt ustidan tizim qurdi. U bilan bayroq balandlashdi. U bilan davlat mustahkamlandi. U bilan millat o'zini tanidi. Qonunlar qattiq bo'ldi chunki zamon yumshoq emas edi. Har bir qaror sharoitga javob edi. 25 yil vaqt emas, bu avlodlarning ongiga yozilgan kod edi. U kodni u yozdi. Qon bilan, vaqt bilan, iroda bilan. U ketdi, lekin u yozgan kod ishlashda davom etmoqda. Maydonlar, bayroqlar, qonunlar ular gapirmaydi, lekin seziladi. Islom Karimov bu hokimiyatga kelmadi. Uni o'zi yaratdi. Boy oiladan chiqmadi, tayyor yo'l qidirmadi. O'z yo'lini o'zi ochdi. Yoshlik oddiy, orzular katta. Orzulari esa millatning orzulariga aylandi. Imperiya qulardi, tizim parchalanardi. U esa millatni ko'tardi. Mustaqillik bu uning uchun shior emas edi. Bu zarurat edi. U hokim emas, muhandis edi. Davlatni xaritada emas, ongda chizdi. Poydevorni beton bilan emas, iroda bilan quydi. U so'z bilan emas, qaror bilan gapirdi. Qo'rquv ustidan kuch qurdi, vaqt ustidan tizim qurdi. U bilan bayroq balandlashdi. U bilan davlat mustahkamlandi. U bilan millat o'zini tanidi. Qonunlar qattiq bo'ldi chunki zamon yumshoq emas edi. Har bir qaror sharoitga javob edi. 25 yil vaqt emas, bu avlodlarning ongiga yozilgan kod edi. U kodni u yozdi. Qon bilan, vaqt bilan, iroda bilan. U ketdi, lekin u yozgan kod ishlashda davom etmoqda. Maydonlar, bayroqlar, qonunlar ular gapirmaydi, lekin seziladi. Men o'zimni tashlasam mayli. Faqat oilamni taqdirini o'ylab yashasam u ham mayli. Lekin orqamda kim turibdi? Million odamlar turibdi. Men qo'rqadigan narsa bu sotqinlik. Bu dunyodan ikkita narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Birinchidan, Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak. Mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar, bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda, Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi. Bolalarim, eshitinglar-chi. Menday odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Odamlar har xil bo'ladi. Borki ko'ndirish mumkin, borki ertalik qo'rqitish mumkin, borki ertalik uni mana shunday harakatlar bilan yo'lidan qaytarish mumkin. Meni o'zgartirib bo'lmaydi. Men mana shunday odamman. Dushmandan qo'rqish bu tabiiy deydi. Do'stni himoyalash, do'st bilan birga bo'lish bu ham tabiiy. Lekin kimdan qo'rqish kerak deydi? Betaraf odamdan. Tarix nima uchun kerak? Tarix shu uchun kerakki, tarixdan xulosa chiqarish kerak. Ko'r deydi, hassosini bir marta yo'qotadi. Tushunarlimi gapi? Nima demoqchiman? Bir zamonni biz boshimizdan o'tkazdik, lekin ishi bor. Bu zamonni qaytarishga biz hech kimga ruxsat bermaymiz.